O'zimdan kelib chiqib zo'r, 100% ga zo'r. Yengillik ekan, cho'ntakka yengillik ekan, cho'ntakka ham yengillik, hosilga ham hamma yoqqa nimasi zo'r ekan. Azizlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun biz Farg'ona viloyati Quvada turibmiz. Bu yerlarimiz g'o'zachilik bo'yicha mana shu dehqon akamiz, fermer Furqat akamiz shug'ullanadilar. Chepkanimizga bir hafta bo'ldi aka. Bir hafta 8 kun bo'ldi. Bir hafta 8 kun bo'ldi. Akajon, qisqacha o'zingiz tanishtirib o'tsangiz, mana dehqonlarimiz, fermerlar uchun obzor qilib bersangiz. Nima natijalar ko'rdingiz? Paxtalarimiz, g'o'zalarimiz qanday holatda edi? Qaysi holatga yetib keldi? Mana ko'ryapmiz natijalarni. Bu yerdan hisoblaydigan bo'lsak 50. Bu yoqqa mana misol uchun bu yerda 55. Mana bu holatda ya'ni 70 gacha effektlar bo'lyapti. Sanab chiqdik. 15 ta 20 tagacha ko'saylash bor. Aka, bir hafta oldingi holat qanday bo'layotgan sizda? O'zingiz nimalarni his qildingiz aka? Shu o'zingizdan kelib chiqib. Bir hafta oldin aka, hosili yo'q, tepaga qarab o'zi cho'pakka o'xshab o'syapti turibdi-da bu. O'sib, harakatlanyapti turibdi. Chachgandan keyin 1-2 kundan uncha bilinmadi. 5-6 kundan keyin kunda tushib o'taman, ertalab tushib o'taman. 2-3 kun ichida shunday hosil yotib oldi. Hali shaxlamagan, shaqigan hosil qo'shib yuboradi. Rangi och bo'lib, nima bo'lib turibdi. Dori yemagan g'o'zaga o'xshab. Rangi och bo'ldi. Keyin sirraz qora rangga o'tdi-da, hosillash nimasi ko'payib ketdi, shanalar. Mana qarang, mana shunda ham kamida bir 25 ta yo 30 ta bor-da. Lekin bunaqa qalin joyda g'o'za 25 ta 30 ta olishi qiyin. Bu zo'r ekan. Xitoy 87 navi. 87 navi. Bu yangi paxta hisoblanayapti. Ko'p kishi haligi ikkilanib qolayotgan, natija bo'lishimizda chekkaroq bo'ladi. Aka, bu yerga suv bergansiz? Bir marta boshida suv ichgan. Boshida bir marta suv bergansiz. Undan keyin suv ichgan yo'q hali. Endi suvga tayyorlab hozir silitra soldik. Xudo xolasa endi naryoqlarga ham ishlaymiz, qolganlariga ham effekti zo'r. Aka, naryoqda ko'rdik. Alohida test qilyapmiz deyapsiz. Qolganlarda natijalar qanday aka? O'stirish bunaqa effekti yo'q u tomonlarda. Endi sinovda mana hozir 5 gektar joyda sinagan bo'lsak, 2 xil bo'lib qoldi. Boshqa dorilar Ha, boshqa o'zim ishlab turgan dori bilan 2 xil bo'lib qoldi. Uni effekti shunday ekan. Tezlashtirib sirazi qolganlarga ham chachish kerak ekanda. Albatta. Tavsiya beraman qolganlarga ham, hammaga. Hosil olishini ko'paytirar ekan. G'o'zani baquvvatlashtirib, hosil olishini ko'paytirar ekan. Mana bu endi mana qarang, endi mana shu ikki qarashli 40 sm g'o'za mana shunda ham kamida 15 ta bor. 15 ta. Endi gullayib, buna bo'lyapti. Hosili ko'p o'zi bilinib turibdi. Bu odam ahli aytadi mana shunda bitta cho'paydi, mana qarang. Mana shunda yo'q hisob deydi. Hozir 8 ta, 9 ta ekan mana shu. Bunimiz aka, bir qarashlikda ham 7 ta ekan. Bunimiz aka asosiysi shu siz mineral o'g'itlar beryapsiz. Bu degi bakteriyalar, foydali bakteriyalar tarkibi. Siz bergan o'g'itlarni yetisha olmayotgan holatga yetkazib berib, shu kuchaytirib beradigan vosita hisoblanadi. Aka, yana bitta anaqa, misol uchun 8 kun bo'libdi. Zaharga ehtiyoj bormi aka? Zahar tepishingiz anaqa shu. Yo'q, aka, unaqa hasharot mana toza g'o'za ko'rsalaring. Bu hasharotlarni ham tushirmay anaqa qilar ekan, saqlar ekan. Hasharot. Plyonka qilib olib, 50%, 80% saqlab beradi deb anaqa qilgan. Endi biz ilmiy odammiz, ilmiy gaplashib anaqa qilganmiz. Endi sizlar ko'rib natijani misol yaqqol bilgan odamsizlarda shu. Hozir bolalar aytyapti, yig'ilishlarda turibmiz, ko'p unaqa qilyapti, to'y paxtada o'rgamchikkani ko'p tushyapti deyapti. Hamma aytyapti. Endi yig'ilishda turibmiz. O'rgamchikkani mana kunda o'zi shu uchun bor. O'zim kunda aylanib chiqaman aka, ko'ring. Aka, ko'rib chiqing deb o'zim kiraman. Lekin o'rgamchikkani ham sezilgan yo'q hali. Lekin bu yerda bug'doy bor. Ba'zida bor, bug'doydan o'tib qoladi. O'rgamchikkani hali umuman sezilgan yo'q, tushgan yo'q. Bolalar aytyapti, o'rgamchikkani tushdi, unaqa tushdi, optim tushyapti, shuni tusharkan deyishyapti. Lekin o'rgamchikkani hali ko'rganimiz yo'q, xudo xolasa. Hasharot tushishini ham oldin olar ekan. Endi kimga qanaqa, men o'zimda shu narsani kelib chiqib aytyapman, endi o'zimdan kelib chiqib. Hasharot tushishini ham oldin olar ekan. Avvalambor o'sha dehqonlarimizni roziligi aka, doridan demak ko'nglingiz to'q. Zo'r. Effekti zo'r. Qolgan fermerlarga nima deysiz aka? Xudo xolasa tavsiya beramiz, hamma ishlab ko'rsin. Bu o'zimdan kelib chiqib zo'r, 100% ga zo'r. Men mana xudo xolasa mana shunda ko'rib, hozir 8 kun bo'lgan bo'lsa, bugun 8 kun bo'ldi. 3-4 kun o'tsin, yana dastlabki qilasiz, sirazi yana hammasiga polni roz ishlaydi. Bitta qo'ymay hammasiga ishlaydi. Sabab chiqib qo'ygani yo'q, aka, mana bu sabablarni to'g'ri qilib qo'yapsiz, xudo xolasa. Endi hozir aka mashina ustiga bir hasharot tushib, suspenziya qilib, hasharot tushib, u hasharotga ishlaydigan bo'lsangiz, o'sha puli undan ham balandga o'tib ketib qoladi. O'sha bittada hamma yo'qda tushishini oldin olar ekanda. Yengillik ekan, cho'ntakka yengillik ekan, cho'ntakka ham yengillik, hosilga ham hamma yoqqa nimasi zo'r ekan. Hozirligimizda boshqa narsalarni sinab ko'rayotganmiz. Mana g'o'zada ham o'sha xudo xolasa belli effektlarni o'zingizlar ko'rasizlar. Effekti zo'r, xudo xolasa. Tavsiya beraman, hamma fermerlarga tavsiya beraman ishlatsa. Shuncha yildan beri hozir 15 yil bo'lgan bo'lsa, hali bunaqa tez hosil olib, bunaqa nimasini ko'rmaganman. Bu o'zi hosil olmasa tepaga qarab o'sib ketyapti. Bir haftada shunday hosil yotib qo'ya qoldi. Zo'r effekt, xudo xolasa. Joylar so'z bo'lsa aka, avvalambor ishonchingiz uchun rahmat aka. Salomat bo'linglar, Xudo xolasa hammaga.
sifatni yo'qotmagan holatda shunaqa ishlar chiroyli xizmatchilar bo'laveramiz aka. Xudo xohlasa dasturga qilib berasiz yana. Rahmat.